Assalomu alaykum. Biz bugun sizlar bilan adm.sport.ru saytida toifa imtihonlari, ya'ni jismoniy tarbiya o'qituvchilarining ikkinchi bosqich amaliy imtihon natijalarini kiritish bo'yicha qo'llanmani ko'rib o'tamiz. Demak, buning uchun biz adm.sport.ru saytiga kirib olamiz. Ushbu saytga imtihon oluvchi sport maktab direktori bo'ladi login parol orqali kirganimizda ushbu oyna ochiladi va toifa imtihonlari bo'limi chiqadi. Ushbu bo'limda hujjatlar bo'limiga kirgan baholash, guruhlar shakllantirish, komissiya tarkibi komissiya tarkibini tayinlash va guruh vedomство oynalari chiqadi. Demak, birinchi navbatda komissiya tarkibini belgilashdan boshlaymiz. Ya'ni komissiya tarkibi o'sha tashkilot rahbari bo'lib hisoblanadi. Mana, ya'ni demak komissiya raisi tanladik. Asl ma'lumotlarni kiritib olamiz. Demak, hujjat raqami, tug'ilgan sanasi va telefon raqamini kiritib olishimiz shart. Qidirish tugmasi bosganda shaxsga doir ma'lumotlar chiqdi. Qo'shish, saqlash va albatta oxirida tasdiqlab qo'yishimiz shart. Demak, komissiya raisiga, ya'ni komissiya tarkibini belgilab bo'ldik. Endigi navbat guruhlarni shakllantirishda. Shu joyda sizlarga bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Bizda har bitta imtihon oluvchi sport ta'lim muassasasiga hududiy boshqarmalar orqali ushbu jadval yetkazib beriladi. Ushbu jadvalda birinchi navbatda o'z hududingizdagi imtihon topshiruvchi abituriyentlar nomini aniqlab olishingiz shart. Sonini, ya'ni sonini. Misol uchun bizda hozir oladigan bo'lsak, 61 nafar ishtirokchi bor. Endi 61 nafar ishtirokchini jinslar kesimida ajratib olishimiz kerak. Misol uchun birinchi erkaklar ajratib oladigan bo'lsak, erkaklar soni jami 38 nafar. 38 nafar erkaklar bo'lsa, endi bu yoqqa guruh shakllashga o'taman. Sizlarga egizaklik ko'rsatishimning sababi, guruh shakllantirayotganda bitta guruhga maksimal ishtirokchilar soni 30 nafar bo'ladi. Sizda misol uchun erkaklar yoki ayollar 30 nafardan oshadigan bo'lsa, ikkita guruh. Agar 60 nafardan oshadigan bo'lsa, 3 ta guruh qilishingizga to'g'ri keladi. O'shuning uchun bizda hozir 38 nafar erkaklar bo'lgani uchun erkaklar uchun 2 dona guruh yaratishimiz kerak. Demak, yaratish, erkaklar guruh nomi. Erkaklar birinchi guruh. Imtiyot qo'llash uchun asosiy ishonch qo'yishimiz shart emas. To'ldirish. Imtihon boshlanish vaqti, sanasi va vaqtini ko'rsatishimiz kerak. Misol uchun biz vaqtini ko'rsatdik. 13:00. Imtihon o'tkazish joyi. Agar muassasadan tashqarida boshqa hududda imtihon olayotgan bo'lsangiz, o'sha hudud nomini kiritishingiz kerak. To'ldirish. Darvatlar, quyida darvatlar chiqdi va oxirida saqlash. Hujjatimiz saqlandi. Endi ikkinchi guruhni yaratib olamiz, erkaklar. Yana erkaklar guruh nomi. Erkaklar ikkinchi guruh. To'ldirish. Yana saqlash. Endi ayollar. Bizda ayollar 30 nafarga yetmaganligi sababli, ya'ni 30 nafardan oshmaganligi sababli bir dona guruh yaratishimiz mumkin. Ayollar. Jinsni tanlaymiz. To'ldirish. Saqlash. Demak, guruhlarni shakllantirib bo'ldik. Xuddi shu tartibda birinchi bosqichda komissiya tarkibini raisni belgilab oldik va guruhlarni shakllantirib oldik. Keyingi bajarayotgan amaliyotlarni keyingi videolarda ko'rsatib boramiz.